Keyingi qismga o'tishdan oldin mana shu joyda ozgina xatolik ketib qoldi. 98 da 32 bilan 30 emas, 32 bilan 20 bo'lishi kerak edi. O'shanda to'g'ri chiqardi. 98 da, ya'ni javoblar. Demak, bizda yakuniy qism, ya'ni iqtidorli o'quvchilar uchun qismi. Agar siz majburiy fanga tayyorgarlik ko'rayotgan bo'lsangiz yoki birinchi marta ishlayotgan bo'lsangiz, sizga bu qism shart emas. Tushunarli? Qaytaraman, bu qism shart emas. Agar siz milliy sertifikat yoki o'qituvchi bo'lsa yo IDC 1 da tugatgan bo'lsangiz yoki qaysidir matematikani umumiy holatda tugatgan bo'lsangiz, bu qismni ishlab chiqishingiz shart. Demak, aytdik 101. K faktorial soni 4040 ga bo'linadigan eng kichik k natural sonni toping deb so'rayapti. Demak, nima qilamiz? Buning uchun 4040 ni birinchi o'rinda ko'paytirib yaratamiz. Ya'ni 101 da. 4040 ni tub ko'paytuvchilarga 2 ga bo'lamiz 2020, 2 ga bo'lamiz 1010. Keyin yana 2 ga bo'lamiz 505. Yana 2 ga bo'lamiz. Endi 2 ga bo'linmaydi. 5 ga bo'lamiz 101 va 101 tub son 101 ga bo'linadi 1. Demak, 4040 degani 2 ni 3-chisi, 5 ni 1-chisi va 101 ni 1-chisi. Mana shunaqa savollarda, ya'ni xuddi shunaqa tipdagi savollarda o'sha bo'linadigan tub ko'paytirasiz mana bunday va o'sha joydagi eng katta tub son k ga teng bo'ladi. Ya'ni mana k faktorialga. Eng kichigini toping deyapti-ku o'sha k ga. Bizda eng katta tub son bu 101. Demak, javob k teng ekan 101 ga. Mana bo'ldi, oddiygina misol. Xo'sh, keyingisiga o'tamiz. 102. 6 yu 9 to'rtburchak shaklida 54 ta birlik kvadratchani tashkil topgan. To'rtburchak diagonali kvadrat tomonlari orqali nechta qismga bo'linadi deb so'rayapti bizdan. Xo'sh, demak, nechta qismga bo'linadi? Demak, hozir bunga bitta rasm chizamiz. Ya'ni mana shu shartni qanoatlantiradigan. O'sha rasmdan ko'rsataman amaliy tarzda. O'shani tushunishingiz osonroq bo'ladi. Rasmga e'tibor qilamiz. Demak, rasmda ya'ni 102 6 ga 9 bo'lgan 1 2 3 4 5 6 6 ga 9 bo'lgan to'rtburchak shakllantirilgan, ya'ni rasmi tasvirlangan. Uni mana diagonali o'tyapti va o'sha diagonal o'tishidan nechta qismga ajratishini yozib chiqaman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Demak, 12 ta qismga bo'lar ekan. Mana. Ya'ni 102 ga to'g'ri javob 12. Mana rasm. 103. 50 faktorial soni qanday eng kichik natural songa bo'linmaydi? 50 faktorial degani bu 1 dan boshlab 50 gacha ko'paytma. Qaysi songa bo'linmaydi deyapti? Albatta, bunaqa misollarda 50 dan keyingi tub songa bo'linmaydi. Ya'ni 50 dan keyingi tub son nechi? 51 tub son emas, 52 tub son emas, 53. Demak, 50 dan keyingi tub son 53. Demak, javob 53 ga bo'linmas ekan. Mana. Bunaqa savollarda o'shandan mana bu faktorialdan keyingi tub sonni topasiz. Mana 103 da. Xo'p, 104. Agar 11 faktorial mana shu bo'lsa, alfa raqamini, ya'ni a raqamini toping deyapti. Demak, 11 faktorial. Demak, 11 faktorial.
11 faktorialni hisoblab chiqamiz. Iloji yo'q. 11 faktorialimiz bizda nechiga teng desa, 1dan 11 gacha ko'paytirasiz. Shunda 39 million 916 ming 800 chiqadi. Mana ko'rib turganingizdek, bizda A o'rnida necha kelyapti? Mana 6 kelyapti. Javob A teng 6. Mana 104 ga. 105 12 faktorial A ni o'rniga son topishimiz kerak. 12 faktorialni hisoblab chiqaman. Demak, 12 faktorial degani 1dan 12 gacha ko'paytirasiz. 1dan 12 gacha ko'paytirsak 47 million 900 ming 160 chiqadi. Uzr, adashdim. Ko'paytmadi. 479 million 1600. Mana. Bu joyda e'tibor qilsangiz mana A ni o'rnida 0 kelyapti. Demak, A teng ekan 0 ga. Hisoblab chiqasiz bularni erinmasdan 105 da. Xo'p, keyingisi 106. 10 ga bo'linmaydigan ikkita natural son ko'paytmasi 1000 ga teng bo'lsa, bu sonlar yig'indisini toping. 10 ga bo'linmaydigan ikkita natural son ko'paytmasi 10.000 ga teng bo'lsa, xo'p, demak, shunday natural son topishimiz kerak. Ko'paytirsak 10.000 chiqishi kerak, ikkalasi ham 10 ga bo'linmashi kerak. Men bu sonni topib qo'yganman. Ya'ni birinchi sonni men 16 deb olaman, ikkinchi sonni esa 625 deb olaman. Ya'ni 16 ni 625 ga ko'paytirsam 10.000 chiqadi. Bizda savol o'sha ikkalasi yig'indisini so'rayapti. Javob 16 qo'shib 625. 16 ga 625 ni qo'shsak 641 bo'ladi. To'g'ri javob 641. Xo'p, 107. Raqamlar ko'paytmasi 2,5 mingga teng bo'lgan natural son mavjudmi? Raqamlar ko'paytmasi 2,5 mingga. Demak, 2,5 mingga teng bo'lgan son mavjud. Demak, bir A'si deyman. Ya'ni u son 225.555. 225.555. Buni raqamlar ko'paytmasi 2,5 ming chiqadi, ya'ni ko'paytirib chiqsangiz. Demak, mavjudmi deb so'rayapti. Ha. Mana bunga ha, 2,5 mingga. 2110 ga deyapti. 2110 ga esa yo'q. 1900 ga ham yo'q. Ya'ni B'siga ham yo'q, S'siga ham yo'q. Raqamlar ko'paytmasi 2110 chiqadigan son yo'q. Raqamlar ko'paytmasi 1900 chiqadigan son ham yo'q. Javob shu. 108. E'tibor qiling. 5 ta shunday murakkab ikki xonali son mavjudmi? Ulardan ixtiyor ikkitasi o'zaro tub sonlar bo'lsin. Ikki xonali 5 ta murakkab son. Ikki xonali 5 ta murakkab son. Mavjudmi deyapti? Yo'q, bunaqa mavjud emas. 108 ga. 108 ga yo'q deb qo'ysak ham bo'ladi. Ya'ni mavjud emas bunaqa son. Chunki buni o'ylab ko'rganman, ishlab chiqqanman, o'shuning uchun yo'q. 109. N natural sonning ixtiyoriy qiymatida mana shu har doim o'zaro tub bo'lishini isbotlang. Xo'p, isbotlaymiz. E'tibor qiling. N o'rniga 1 qo'yamiz. 1 qo'yadigan bo'lsak 5. Bunga 1 qo'yadigan bo'lsa 7. 2 qo'yamiz. 2 kere 2 4 7. 2 qo'yadigan bo'lsa 3 kere 2 6 10. Ya'ni biz endi o'rniga nechi qo'ysak ham, bu ikkalasi mana ko'rib turganingizdek o'zaro tub bo'lyapti. Endi o'rniga nechi qo'ysak ham bu o'zaro tub bo'lyapti. Yoki oddiygina qilib aytsak, e'tibor qiling, mana bu 2n + 3 bu tog' son. Endi o'rniga nechi qo'ysak ham baribir tog' bo'ladi. Tog' son. 3n + 4 endi o'rniga nechi qo'ysak ham juft. Bu juft.
Men asosan son qo'yib chiqdim. Ya'ni 1, 2, 3 qo'ydim. O'zaro tub bo'ldi. Demak, o'zaro tub ekan. Mana yozib qo'ydik shuni. Va ixtiyorli o'quvchilarning oxirgi 110-misol. Savol aytyapti. 7a teng 8b tenglik o'rinli bo'lsa, a qo'shib bni toping deb so'rayapti. A bilan b o'zaro tub. A bilan bga son tanlaymiz, o'zaro tub bo'ladigan. A teng 8, b teng 7. A teng 8, b teng 7. Bu yerda o'zaro tub, mana ko'rib turganingizdek, ikkalasi ham o'zaro tub. Mana bu yerga qo'ysak ham tenglikni qanoatlantiramiz. 7 ko'paytirib 8 teng, 8 ko'paytirib 7. Ikkalasi ham 56, 56. Bizda yig'intisini so'rayapti. Javob 8 qo'shib 7. 8 ga 7 ni qo'shsak 15. Mana. Demak, to'g'ri javob 15 ekan yakuniy misolga. Ixtiyorli o'quvchilar qismi agar siz 0 dan boshlayotgan bo'lsangiz yoki matematikani endi o'rganayotgan bo'lsangiz yoki majburiy fanga tayyorgarlik ko'rayotgan bo'lsangiz, sizga ixtiyorli o'quvchilar qismi kerak emas. Agar siz matematikani bir marta tugatib chiqqan bo'lsangiz, bu qismda ishlashingiz albatta shart. Demak, shu bilan ushbu qism ham o'ziga yetdi. Ya'ni umumiy holatda 3-mavzu tugadi. Sonlarni ko'paytirish ajratish, ekuk mavzusi o'ziga yetdi. Ixtiyorli o'quvchilar qismini ham buni tugatib oldik.